Vahb ibn Munabbahdan rivoyat qilinadi, Davud alayhissalom munojot qildi. Ilohiy, Muhammad alayhissalom ummati qurbonlik qilsa, ularga qanday ajr berarsan? Alloh taolo aytdi: qo'yning jasadidagi har bir tuk uchun 10 ta hasanot berib, 10 ta gunohini o'chiraman hamda 10 darajaga ko'taraman. Yana har bir tuk uchun jannatda qasr va chiroyli ko'zli hurlar ato qilarman. Yana har bir qanot qoqqanida ko'z yetgulik masofani bosib o'tuvchi markab berarman. U markabda jannat ahli istagan manziliga uchib borarlar. Ey Davud, bilmaysanmi, qurbonlik qiyomat kuni balolarni daf qilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: kim qurbonlik qilsa, qabridan turganida qabr boshida o'sha qurbonligini ko'radi. Qurbonlikka bo'g'izlangan qo'yning ustida oltindan egar, ko'zlari jannat yoqutlaridan, shoxlari tillodan. Shunda so'raydi: sen kimsan va ne narsadirsan? Sendan go'zalroq narsani ko'rgan emasman. Men dunyodalik paytingda so'ygan qurbonligingman deb javob beradi u. Keyin yana aytadi: ustimga mingin. Kishi unga minadi. Qurbonlik uni osmonlar va yerlar orasidan arshning soyasiga olib boradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: kim bizning namozimizni o'qisa, qurbonligimizni ado qilsa, bas u bizdandir. Kim namozimizni o'qimasa, boy bo'la turib qurbonligimizni ado qilmasa, bas u bizdan emasdir. Yana aytdilar: ummatimning yaxshisi qurbonlik qilganidir, yomonrog'i esa boy bo'la turib qurbonlik qilmaganidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana marhamat qilib shunday dedilar: bilinglarki, qurbonlik dunyo va oxiratning yomonliklaridan najot bo'luvchi amallardandir. Alloh taolo ixlosli mu'minlarni qurbonliklarini qabul aylab, dunyo va oxirat balolaridan ularni asrasin. Amin.